Xitoyda ziyoratda bo'layotgan Turkiya Bosh ministri Binali Yıldırım, Beijingda Xitoy Bosh ministri Li Keqiang bilan ko'rishdi. Binali Yıldırımning Xitoy doiralariga Turkiya bilan qon ham tarixiy beg'i bo'lgan Uyg'ur xalqining terrorlik tashkilotidan ayrim tutilishi, ularga qarshi insoniy bo'lmagan muomala va harakatlardan saqlanishi kerakligini ta'kidlaganligi bildirildi. Xitoydagi ziyoratini tamomlagan parlament raisi Binali Yıldırım, Qirg'iziston poytaxti Bishkekka yetib keldi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti Xitoydan Sharqiy Turkistonda millionlagan Uyg'ur qamalgan lagerlarni ziyorat qilish uchun ruxsat berishni talab qildi. BDT Kişilik Hukuk Oliy komissari Pachilet rayondagi xalqqa qanday muomala qilinayotganligini ko'rish va xalqaro keng tarqalgan ayblashlarni dalillash uchun lagerlarni ko'rishni talab qilganligi bildirildi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoyning qayta tarbiyalash nomi ostidagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarga qarshi assimilyatsiya ilib berayotgan lagerlarga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishda Xitoyning zulmiga norozilik bildirildi va shundaqla BDT va xalqaro jamiyatni bunga qarshi harakat qilishga chaqirdi. Fransiya matbuotlari seriq chilkiliklarning shanba kuni o'tkazmoqchi bo'lgan namoyishlarni siyosiy o'zgarish tashabbusi deb qaradi. Xabarda namoyishchilarning rais saroyini nishonga ilishi va buning bir siyosiy o'zgarish bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'yildi. Amerika va ittifoqdoshlari ochiq havo kelishimi doirasida bir uchish elib borganligini bildirdi. Uchish maqsadining Amerikaning Ukraina va boshqa davlatlarga yordam berish ekanligi ta'kidlandi. Amerikaning Qora dengizga urush paraxti avatishni planlayotganligi, buning uchun Istanbul bo'g'ozidan o'tish uchun Turkiyaga talab sunganligi xabar qilindi.